Wow. Zo'r tovar. Qidiramiz, topamiz. Topdim-ku. Ochib ko'ramizmi? Wow. Bu toshbaqamiz oddiygina 3D printerdan ishlab chiqarilgan. Juda ham qiziqarli ekan, chunki buni ustiga xohlagan, istalgan narsani qo'yganda qiziqarli effekt beradi. Qani hozir birgalikda sinab ko'ramiz. Ey, bitta kofe. Zo'r ekan, ha? Qani? İşlamayapti. Ko'rib turibsizlar, bittasi sinov jarayonida ishlamayapti. Bu mahsulot qiziqarli bo'lgani bilan hech qanaqangi foydasini ko'rmadim. Hattoki sinov jarayonida bittasi buzilib ham qoldi. Men bu tovarga 5 balldan 2 ball beraman. Sizchi, necha ball bergan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.